Assalomu alaykum. Semenniy tritsikl so'rayotgan akalarimiz uchun bizda Demash firmasidan vobshe zo'r variantimiz kelgan. Buni to'liq obzorini videoda ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek akalar, buni tormoznoy sistemasi shunaqa gidravlitskiy jidkisda ishlaydi. Xo'p, old tomoniga keladigan bo'lsak, o'zini LED faralari qo'yilgan, ikkita pavorotnik bor oldida, рабочий. Xo'p, o'zini oldida shunaqa kichkina setkachasi bo'ladi. Xo'p, tablodagi informatsiyalarga keladigan bo'lsak, maksimalniy skorost 50 gacha chiqadi. Bitta zapas hod bilan 50 km yuradi bunimiz. 5 ta akkumulyator tushadi, 20 amperni, ya'ni katta akkumulyatordan. Xo'p, tormoznoy sistemalariga keladigan bo'lsak, ikkita qo'l tormozi bo'ladi oldida. Oyoq tormoz, plus bundan tashqari rushnoyi ham bor. Bunimizni zo'r tomoni, bunda пониженный повышенный скорость bo'ladi. Buni ko'pchilik bilsa kerak, основной подъемga chiqib ketayotganda ishlatiladigan narsa. Xo'p, bunimiz 2 mestalik, oldiga bitta shofyor o'tirsa, orqaga bemalol ikkita odam sig'adi. Bundan tashqari bunimizni teleshka qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Orqa tomonda sidenasi shunaqa bo'lib yotadi. Plus yana o'zida shunaqa orqada setkachasi bor. Orqa tomoniga keladigan bo'lsak, LED stoplar qo'yilgan, orqada pavorotniklari ham рабочий. Xo'p, diskalarga yaxshi ahamiyat berib qo'yasizlar. Kачественный shunaqa titaniy chiroyli diskalardan qo'yilgan. Akalar, kimga yana ham to'liqroq informatsiyalar kerak bo'lsa, biz WhatsApp nomerlar qoldirib qo'yamiz ekranga. Aloqa etsanglar, Qirg'izistoncha dastavkalarimiz bor. Bizda optimga ham, donaga ham kolleksiyalarimiz bor.